Yaqinlashsam, hali quyosh degan narsaga yaqinlashsam, bu yosh yigit. Bu yerda nima qilyapti, keltiryapti, hatta izarahu kinoya uslubi bilan haligi mo'ylovi chiqmagan yosh demoqchilar bu kishi. Ya'ni bir mo'ylovi ham chiqmagan hali yosh yigit. Quyoshdek porlab kelyapti hattoki. Qad g'alaba nuruhu ala nuri shamsi. Uning nuri quyoshning nuridan ko'proq porlayapti. Fasallamtu alayhi va faradda alayhi salama. Unga salom berdim, u menga javob qaytardi. Ma aytdimki, "Min ayna qayerdan kelyapsan?" Faqol, "Sallaytu subha fil masjid al-aqsa bayt al-maqdis." Bomdodni Bayt al-Maqdisda o'qidim. Va usolli indakum az-zuhr. Sizlar bilan peshinda o'qiyman. Va usolli al-asr bi Makkah va al-maghrib bil Madina. Asrni Makkada o'qiyman, Shomda Madinada o'qiyman dedi. Faqultu lahu takunu dhayfi, mehmonim bo'ling. Faqol la sabila ila zalik. Bunga menga yo'l yo'q dedi. Ruxsat yo'q dedi. Thumma wadda'ani wa ansarafa. So'ngra men bilan xayrlashdi va yo'lda davom etdi. Hada min karamati allati yukrimullohu biha ibadahu solihin. Bu Alloh taolo solih bandalarini hurmatlab qo'ygan karomatlardan biridir deyapti. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning bir mashhur jangda Madinada turib qichqirganlari, necha ming mil masofadagi jangda sahobalarga eshitilganligi haqidagi karomatlari sahih rivoyatlar qilingan. Bu karomat bor. Ya'ni biz bilmaymizki, shuning uchun xalqqa barobar yaxshilik qilamiz, muomala qilamizki, shu jamoatning ichida men bilmayman qaysi biringiz vali ekanligingizni. Ammo shuni bilamanki, bu jamoatimiz validan xoli emasligini. Ammo kimligini bilmaymiz. Shuning uchun hammaga barobar yaxshi muomala qilaveramiz. Hada manzilatul mu'min. Bu mu'minning manzilasidir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ushbu sahih manzilalardan ayirmasin. Amin ya robbal alamin.